O'zbek tarixidagi eng birinchi teatr asari nima haqida bo'lganini bilasizmi? U taxt talashgan shohlar emas, balki pul uchun o'z otasini qotiliga aylangan o'g'il haqida edi. Boy, ammo ilmsiz ota o'z farzandini o'qitishdan bosh tortadi. O'qib kim bo'lardi? O'zimdek savdogar bo'ladi deb pulini ilmga emas, sandiqqa bosadi. Lekin johillik botqog'iga botgan o'g'il tungi qimor va maishatga berilib ketadi. Qarzlarga botgan o'g'il tunda o'z uyi tomon yovuz niyat bilan keladi. Sandiqni buzayotganda uyg'onib ketgan otasiga pichoq tortadi. Qonga belangan pullar endi hech kimga baxt keltirmas edi. Jaholat qurbonsiz bo'lmaydi. Behbudiyning butun millatga aytmoqchi bo'lgan dardi shu edi. Farzandidan ilmni qizg'angan odam oxir-oqibat hamma narsasidan ayriladi. Boylik vaqt o'tishi bilan yo'qoladi, ilm esa abadiydir. Ushbu asarning yashirin sirlari va nega u o'z davrida portlash qilgani haqida yangi to'liq videoni YouTube kanalimda ko'rishingiz mumkin.